Razvedka tizimini Amir Temur ixtiro qilganini bilarmidingiz? Harbiy yurishlar oldidan Temur razvedka ma'lumotlariga katta e'tibor bergan. Maxsus razvedka tarmog'i orqali dushman harakatlari, geografik sharoitlar va siyosiy vaziyat haqida aniq ma'lumotlar to'plagan. Mahalliy aholi, savdogarlar va sayohatchilar orqali ham razvedka ma'lumotlari yig'ilgan bo'lib, bu zamonaviy Human Intelligence usulining ilk ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Temurning harbiy qonun-qoidalari, ya'ni tuzuklar kitobida ushbu usullar keltirilgan va keyinchalik Yevropa harbiy nazoratchilari tomonidan bu kitob o'rganilgan va qadrlangan. Bobur orqali bu tizim Hindistonga olib kirilib, Mo'g'allar imperiyasining asosiy tayanchi bo'lgan. Temur o'z harbiy yurishlarida geografik razvedkani ham keng qo'llagan. Daryolar, tog'lar, yo'llar va qal'alar haqida maxsus ma'lumotlar yig'ilgan. Bu zamonaviy geoma'lumot razvedkasiga o'xshaydi. Uning yondashuvi va razvedka tizimi bugungi kunda ham strategik fikrlashda o'rnak sifatida ko'riladi.